Hammangizga ma'lum, bizga yangi tekin pak keldi. Bular darvozabonlar yangi GK Directing Defense skilli bilan birgalikda bu darvozabonlar Jordan Pickford, Dominik Livakovic, Diego Costa va Martin Paes hisoblanadi. Men hozir sizlarga ularni qaysi birini tanlash eng yaxshisi ekanligini va nimalarga qarab tanlashingiz kerakligini va o'zimni shaxsiy maslahatimni berib o'tib ketaman. Darvozabon tanlayotganda eng asosiysi 4 ta narsaga qaraladi. Bulardan birinchisi ularni bo'yi, ikkinchisi qo'l uzunligi, uchinchisi ularni skillari va to'rtinchisi stats, ya'ni kuchi desam bo'ladi. Birinchi navbatda Jordan Pickford haqida gaplashadigan bo'lsak, uni attacking goalkeeper hisoblanadi. Ya'ni sizga counter attaka bo'layotganda yoki xullas birga bir vaziyatlarda u oldinga chopib chiqadi. Biz allaqachon bilamiz, u juda ham yaxshi darvozabon, lekin uni birgina minus tarafi bor. Uni bo'yi 1.85. Bu ozroq kaltalik qiladi darvozabonlar uchun. Lekin qolgan hamma statslari 90 plus bo'lib yotganligi uchun bu uncha katta minus bo'lmasligi mumkin. Va mana shu yerda siz aniq santimetrlarni ko'rishingiz mumkin. Va ikkinchi darvozabonimiz Dominik Livakovic. U defensiv goalkeeper, ya'ni har qanday holatda ham u o'zining darvozasida qolib, darvozani himoya qilishga harakat qiladi. Bu counter attakalarda ham har qanday holatda. Hozircha ko'pchilikning aytishi bo'yicha u ichidagi eng yaxshi darvozabon ekan. Ko'rinishdan ham shunga o'xshaydi. Hamma statslari 90 plus va sakrashi ham yaxshi. Bo'yi ham Pickforddan ko'ra ozroq balandroq. 187 santimetr bo'ladi. Bu ham balki darvozabonlar uchun ozroq kaltaroqdir, lekin uni sakrashi yaxshiroq. Shunday ekan, mana aniq raqamlar bilan uni bo'yi va qo'li uzunligini ko'rishingiz mumkin. Va uchinchi darvozabonimiz Diego Costa. Bu darvozabon Portugaliyaning birinchi raqamli darvozaboni va o'zining refleksi bilan tanilgan. Lekin uni bitta minus tarafi uni to'pni ilishi, goalkeeper catching juda ham past qolgan darvozabonlarga solishtirganda. Lekin qolganlari 90 plus. Ayniqsa baland sakraganligi uchun uni arm coverage qolganlarga nisbatan balandroq. Eng oxirgi darvozabonimiz bu Martin Paes. U qolganlarga nisbatan bir overall pass, lekin eng ichidagi bo'yi uzuni ham hisoblanadi. Bo'yi 1.91 santimetr, arm coverage ham baland, lekin ozroq sakrash past, lekin qolgan statslar hammasi 90 plus, ozroq refleks past bo'lishi mumkin va bitta downside minus tarafi uni skillari kamligi. Albatta buni advanced skill yoki skill training bilan qo'shib olishingiz mumkin, lekin o'zida bo'lganiga nima yetadi, to'g'rimi? Endi aynan meni o'zimga keladigan bo'lsak, men Jordan Pickfordni tanlamoqchiman, chunki menda allaqachon Victor Baya bor, ya'ni defensive keeper. Menga attacking keeper bo'lsa ham yaxshi, hamda u men national team eventlari kelgan vaqti Angliyani tanlab o'ynayman. Pickford Angliyani menga full qilib bergan bo'lardi va English Clubs degan eventni ham o'ynayotganda u juda ham foydali bo'ladi. Men hozir 99 Alison'im bor. 101 Pickford undan yaxshiroq menimcha. Umuman olganda hammaga o'zi xohlagan darvozabonni tanlashni maslahat beraman. Agar sizga asosiy tarkib darvozaboni kerak bo'ladigan bo'lsa, bu Dominik Livakovic eng yaxshi variant, lekin eventlar bilan ham qo'shib har qanday holatda ham ishlatishni xohlasangiz, men Jordan Pickfordni maslahat beraman. Bugungi video uchun shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.